Oğlum yoshing 5 ga to'ldi. Endi bu soskani emib yursang bor, uyat bo'ladi. O'shaning uchun endi bu so'ska bilan xayrlashamiz. Xayr, so'ska. Soska! Bu rahmatli menga ham mashaqalarni so'skani tashlab olgan ekan. Mo'g'im bor, ber bo'lmasin. Voy, so'skani qara, bobo yopishyapti. Ana endi точно soska demaydi. Hammasi qilib ko'ribsizlar, foydasi bo'lmabdi. Bo'lsa bog'ga tashiymiz, katta bo'lganda uyalgandan tashlab yuboradi. Hozir men bitta dori yozib berdim, mana mashina olishinglar kerak. Lekin faqat shuni olinglar, bo'ptimi? Aptekachilar boshqa dorini ko'rsatadi, uni olmanglar, faqat shuni olinglar, chunki do'gorim bor. Voy, shu desangiz o'rgili qizingizni so'rab, o'g'lim bilan birga suvchilikka kelgandik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lingiz nima ish qiladilar? O'g'lim biznesmen, yaxshi pul topadi. Hamma do'konlarga shunaqa grinki, flint kireshkilarini yangi osh tamlisini olib kiradi. Ta'mi ham juda ham mazali. Faqat necha yildan beri kurashib yurgan bitta kamchiligi bor. Voy o'li, narkomanmi? Massa. Mana qaralaring, shu ovqat yeyotganda ham telefonda o'tirish shartmi, bolalar? Nima yig'ilding bo'lmasa, ha? O telefonda o'tirsangiz cheeseburger ta'mini sezyapsanmi? Yo'q. Sezmaysan ham, sen sezyapsan ham tavuqning ta'mini. Mana bunaqa qanaqa o'tirib ovqatlanishib, unda kelgandan keyin buni telefonni yig'iylik, mana karobga nazar gaplashib o'tiraylik. To'g'rilaylik. Telefon. Yig'iylik, mana men olib qo'yaman. Qo'y, hamma qo'ysan, qo'ysan. Mushuk bormi? Qo'y telefonimni qo'y. Qo'ysan. Bo'l. Nazar qilib ovqatdan ana qilinglar, men olib qo'yaman shekilli, bo'ladimi? Bo'ldi. Rostdan oxirgi paytda olib, nima bo'lsa hamchi, okangmi? Okang zo'r bola ekan. Men taniyman, sizdan ekanmanlar. Tanishmi? Men begona odamman. Buyoqqa. Menmi? Sen buyoqqa. Labbi amaki, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana musringni ko'chaga tashab ketganimda bir beting bormi? Bilasanmi, o'tni kim tozalaydi? Onang tengi inson tozalaydi, uyalmaysanmi? O'zingiz uyalmaysizmi, bobo? Trenddagi gazli semishkalarni chaqishga chaqibsiz. Musorni nima yeri tashlayapsiz? Onam tengi odam tozalaydi-yu, ha? Onang tengi inson u yoq tarafni tozalaydi, bu yoqni yoshroq qiz tozalaydi. Ana shuni ko'paytira olasanmi? Ko'paytiraymi? Ha, Yo katta qilib beraymi? ko'paytir. Hozir do'ndiramiz. Dada, qarang, naqd bitta korobkada 8 ta bo'ladi. Dada, sari bola to'ysa endi xolodilnik, mana bunaqa notebooklar, televizorlar, har xil sovg'alik to'sa bo'ladi. Buni ichidan ochasiz. Lekin mana bu dumaloqni tashlab yuborish kerak emas, dada. Buni kopinka qilib ishlatsa ham bo'ladi. Mana dada, qarang, ichida mana bunaqa raska chiqadi. Bolachalarni aqlini ishlatish uchun shunaqa qildim, zo'rmi? Dada, chuba-chubis chiqadi. Mana bunaqa dahshat mashina chiqdi mana. Har safar har xil sovg'a chiqadi, dada. Va mana bunaqa naklinka chiqadi, dada. Ikkita sariq bola zvachkasi va mana. Dada, nima ekan bu? Pilisos yutib olishimiz mumkin. Yana qolganini topsak, pilisos chiqadi. Abdulajon, shakarsan, shakar. Yana kimni nimasini ko'paytirib bering. O'g'lim, so'p yeysanmi? Unda pirojni yeysanmi? Yo'q. Unda salat yeysanmi? Yo'q. Ye, baqirma, ye. O bolaga baqirma, miyasidan travma olib psixikasi buziladi. Men yerga kel, o'zim borsam o'yib qilaman bola. Yo'q, borsam urasiz. Nima? Kimga kelsam uradi, kim uradi, ochib ketdi.
O'tiraveramiz kerak. Voy bolam bechorani mazasi bo'lmayapti-ku. O'z missig'i chiqib ketyapti. Bo'ling tez ko'ring, chaqirsangiz bo'lmaydimi? Boshqa ish qilaman, tomog'im bitib qoldi. Opa, bolalaringiz buncha tegmani o'zi. Isitmam qirg'im ketibdi aya. Uf, bor ana bitta piyozni g'archilatib tishlab grippni kesardi. Mana shu sani alohida xonang. Bugundan boshlab shu yerda uxlab turasan, xo'pmi? Sizlar qayoqqa? Sanga uka olib kelgan. Uf, bitta uyda pechka bo'lgandan keyin shu-da. Bu turishda ukasini qachon olib kelamiz? Bolajonim, ingliz tiliga borasanmi yoki taekvondoga? Tanla. O'g'lim mol boqqani borasanmi, Xo'japoy uygani borasanmi? Tanla. O'g'lim, sana endi balog'at yoshiga yetib qolding. Qizlar bilan ko'chada levi ishlar qilib yurmagin. Uylangin kelsa, uylantirib qo'yaman. Padaringlarni to'liqmi ko'zim ko'rinma. Banda 20 ga kirdim, men ham televizor ko'rishim kerak-ku. Ada shu saru bolani Sergeli filialda detskiy plashatkasi vajib zo'rdi. Ha, bu detskiy plashatkani labirint hamkor qilib bergan. Hamma narsasi sifatli. Kimga detskiy plashatka kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan shu labirint hamkorga murojaat qilish kerak. Chunki ularning zavodlari ham bor. Katta zavod sexlarida sifatli mahsulotlarni ishlatishadi. Endi darsdan bo'sh vaqtlaringda mana shu detskiy plashatkada o'ynaysan. Obed, mana ikkita novotcha olib kelib qo'ydim. Endi uydagi mollardan bo'sh vaqtingda mana shu ikkita novotchaga qaraysan. Nima? Mana shu 100 dollarni sizlarga berib yubormoqchiman. Referensiya kim dedi? Hojaxonaga bormi shuni ichida? Bor, xotirjamroq ko'p tanlamasangiz kerak. Taxmin qilib ko'ring, tekin pul olmaymiz. Qo'limdagi 100 dollarni любой odamga berib yuborishim mumkin. Faqatgina mana shu kostyumlarning ostidagi Jahongir Xo'jayev hamda aristokratlar jamoasidagi ikkita yigitni topishinglar kerak. Agar topsanglar 100 dollar hamda Flavisdan mana shu ajoyib boksni taqdim qilaman. Buning ichida hamma vkus bor. O'rtada turgan shu sari bo'lib bo'lsa kerak. Qaysi biri? Mana shu o'rtada turgan. O'rtadagi turgan. Ikkita edi, yo'q. Hop, sizni taxminingiz, siz taxminingiz. Yanishtirasizlar-da. Bular anaqa. Kim? Nima edi? Sariq bola. Bular Xotirjamroq ko'p tanlamasangiz kerak. Birinchisini xato aytdingiz aytgancha. 100 dollar puli borda olib keting. bu kishi sariq bolalar aka. Bittada, ho? Bu kishi ismlari esdan chiqib ketganda. Ikkita. O'rtasidagi. Hop, yana Bani topdim. Yana ikkita topshiriq olsang 100 dollar beradi. Abbos degan bola bor, Obid, Diyor, Sarvar, Rahim. Bobur. Bo'ldi, xato aytdim. Rahim bor. Hop, qaysi birini ichida? To'g'risimi? Afsuski noto'g'ri. Jahongir qaysi birinchi? Kelabekda afsuski noto'g'ri. Hojaxonaga bormi shuni ichida? Bor. Yo'q, men tanib turibman kimligini. Buyonimi? Ayting yoni. Mana. Ben nima qilmayman mana. Kulib turibdi. Xullas, o'sha. Sadashsiz. Assalomu alaykum. Kim aytadi? Yor ekanmi? Jahongir Xo'jayev. Qaysi? Mana. Yo'q. Toshbaga bola. O'rgimchak garbi. Va, afsuski. Referensiya kim dedi? Jahongir. To'g'ri topdi. Ha, to'g'ri topdi. 100 bor edi. Chiripashka ninza. Kim? Mana Jahongir. Hop, qolganichi. Assalomu alaykum. Hop, topishasiz toping. Aristokrat jamoasi. Yo'q, u bolani tanimayman to'g'risi bor. Qani bismillah. Mana ichida borib odam pishib ketarkan. Bolalar ichkisi kelyapti, bilaman, Flavis osilagan beramiz faqat stopda. Oxirida. Mana ham Do'stlar, hech kim topa olmadi mana. 100 dollar turibdi. Davay mana qilamiz Asad. Kommentariyada kim birinchi to'g'ri topgan odamga 100 dollar bilan Flavisda mana 6 xil ta'mli boksni beramiz. Bomba, sovg'a. Shaxsan o'zim olib beraman. 100 dollar ham beraman. Faqat mana cheripashga yozasizlar. Cheripashga sariq bola. Spiderman kim bo'lishi mumkin? Batman nima bo'lishi mumkin? Sizlarga variantni aytaman. Obijon Nasriddinov, Sarvar Mirzarimov, Diyorbek Bekjonov, Abbos Xo'ja Akramov, Muhammad Ali Mahmudov, bo'la to'kvat. Sardor Abdumanonov. Umuman aristokratlar jamoasida shu yerda ikkita odam bor. Go ketdi, kommentariyani portlatib, lekin videoga bitta like bosib qo'yinglar. 100 dollar bilan Flavis.